Assalomu alaykum azizlar. Bizni ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib borayotgan mijozimiz Abdujamil aka tergov mahsulotimizdan onlayn buyurtma qildilar va qurilish jarayonlaridan bizga lavhalar yuboryaptilar. Kelinglar birgalikda tomosha qilamiz. Buxoro tashab qo'yinglar deysiz. Tak, mana karkazlar qo'yganmiz, sizlar bergan mana. Har bitta mana zazorda karkazlaringlar turibdi. Dizini bo'ya bo'ladi. Mana yoq tomon hojatxonada bo'ladi, ikkinchi etajlik. Tubli pollari qilingan. Mana bu oralarida balkasi bo'ladi. Mana tubli polli narsalari, devor o'tadigan joyda. Chashagan. Unitazi joyi, ventilyatsiya va vannani. Bizning joyimiz bunaqa mahalla bo'lganligi uchun bu yerda yo'l yo'q, sal ichkariroqda. Ashta taxminan u nariroqda u Oquy tomonda yo'l bor. Lekin baribir nasos kirolmaydi, hafta nasos kirolmaydi, sababi mahallamiz ichkariroqda. Mana o'zimiz mishalkada qorib, mana kranni olib kelib qo'ydik. 10 ta chedi olib kelib, mashinada chiqarib sekin tekislab to'ldirib chiqiladi.